hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alırıq. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarında olsun. Amerika Avam Palatası Uyğur Məcburi Əmgəkinin aldını eliş qanun layihəsini təsdiqlədi. Bu qanun layihəsi avval Kengaş Palatasıga, andan Prezident Joe Biden'ның təsdiqlashıga sunuldu. Aqsarayning axborot katibi Jen Psaki e'lon qilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni to'g'risidagi bayonotda mundaq deyildi. Prezident qurultayning ikki partiyalik Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga munosabatli kelishimni qizg'in qarshi oladi. Biz bu qonunning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va majburiy emgak selish jinoyatidan javobgarlikka tortadiganligi haqida qurultay bilan ham fikrga ega. Hökumətning viza cheklimisi, Magnitskiy qonuni, iqtisodiy jazo, eksport kontroli, import cheklimisi, savdoda maslahatlashishni oshkorlash qatorliq konkret tadbirlarni yurgizganligining sababi mushuningdan iborat. Prezident yana yer shari ta'minlash zanjirida Sharq Turkistondagi majburiy emgakni o'z ichiga olgan majburiy emgakning bo'lmasligi uchun G7 boshliqlarini bir yerga jam qildi. Hukumat yerim o'tkazgich va pokiz energiya qatorliq davlat ichi va uchinchi taraf ochqishliq ta'minlash zanjiri bilan zich hamkorlashish bilan bir vaqtda yer shari ta'minlash zanjirida majburiy emgakning bo'lmasligini kafolatlantirish uchun qurultay bilan birlikda ishlaydi. Massachusetts shtatining demokratisi Jim McCain o'zining Florida Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio bilan oxirgi tekst uchun kelishim hosil qilganligini e'lon qildi. Amerika uçqusuz aeroplan ishlab chiqaruvchi DJI va sun'iy idrok shirkati egalligini o'z ichiga olgan 8 Xitoy shirkatini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetishlik bo'lganligi uchun qora tizimlikka kirgizishni qaror qildi. Deni uchur sanoati, Sugun va Yeto qatorliq shirkatlarmi Amerika Moliya ministrligi tarafidan tasdiqlangan Xitoyning harbiy ishlariga munosabatli shirkatlarining tizimligi ichida. Qora tizimlikka qo'shiladigan boshqa shirkatlar bo'lsa, rasm farqlantirish yumshoq detal shirkati Mövgi, darajadan tashqari kompyuter ishlab chiqarish shirkati Deni uchur sanoati, chiroy tonish mutaxassisi Cloudwalk texnikasi, tor bexatarlik gruppasi Xiaomi Mia Pico, sun'iy idrok shirkati Yeto texnikasi, Lion va Netbosa texnikalarini o'z ichiga oladi. Amerikalik mablag' solg'uvchilarning bu tizimlikdagi shirkatlarga mablag' selishi, qora tizimlikdagi shirkatlarning Amerikaning texnikasiga erishishi cheklanadi. Avam palatasida tasdiqlangan majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasidan qaraganda, Xitoydan kirgizilgan mahsulotlarning nada kimlar tarafidan qanday ishlab chiqarilganligi isbotlanmaguncha Amerikaga kirgizilmaydi. DJI buning to'g'ri ekanligini, o'zining yomon ish qilmaganligini va Amerikadagi kengaygan bozorda tijoratini davomlashtirganligini aytdi. Idris Hasanning advokati payshanba kuni xalqaro Marokash sudining Idris Hasanni Xitoyga topshirib berishni qaror qilganligini aytdi. Xitoy tajovuzchilari Idris Hasanni 2017-yildagi terrorlik harakatiga chetishliq deb qaralab, terrorlik tashkilotining a'zosi deb e'lon qilgan va xalqaroliq tutish buyrug'i chiqargan. Idris Hasan Interpolning qizil tashliq uqtirishining nishoni bo'lgan. Xalqaro kishilik huquq tashkilotining xabariga qaraganda, katibat boshqarmasi topshirgan yangi uchurga asosan qizil tashliq uqtirish bekor qilingan. Ammo sud mahkamasi yanada Idris Hasanni Xitoyga topshirib berishni qaror qilgan. Sud mahkamasining qarori keskin bo'lib, qaror ustidan shikoyat qilishga bo'lmaydi ekan. Xitoy virusi sababidan Marokash chegarasi itik bo'lg'achqa qachon Xitoyga qaytarilishi aniq emas ekan. Avstraliyadagi Uyg'ur kandidatlari keyingi saylovlarda Joe Pauloning partiyasi bilan raqobatlashgan. Kengash palatasining kandidati Joe Paulo saylovda raqobatlashadigan bir Uyg'urning bo'lganligidan faxrlanganligini aytdi. Xitoy Kompartiyasini ayblash bilan tanilgan Paulo, Hong Kongdan Avstraliyaga kelib, Avstraliya nufusiga o'tgan bir Hong Konglikning keyingi qatimliq saylovda partiyasi bilan raqobatlashganligini aytdi. Uning aytishicha, 16 yildan beri Avstraliyada yashayotgan yana bir Tibet kandidatmi bor ekan. Joe Paulo ko'chman bo'lib, aytishlariga qaraganda hammasi Avstraliyaning demokratiyasi va Xitoyga qarshi turish uchun kurash qiladigan. Shubhisizki, mazlum bo'lish kelajakka doir muayyan plan, g'oya chiqish qilingan ahvol ostida rayish fuqaro bo'lishning qozonini esishga,
Qandaqdır tajovuzchining fuqaroligining temasida buningga qarshi sukut yo'lini tanlashni yo'lliqlashtirishga bahona bo'lolmaydi. Balki mazlum bo'lish ba'zida o'z oldiga bir imtiyozdurki, u insonga zolimni bitchit qilish uchun har turli qarshilikni maydonga keltirish haqqiga ega qiladi. Kollektiv mas'uliyatni har bir shaxs ustidagi majburiyatga aylantirdi. U yana zolimga qarshi vosita tanlab o'tirmasdan har turli qarshilik ko'rsatishni mashru'lashtiruvchi salohiyat ato qiladi. Bundaq bir salohiyat yoki imtiyozning kishi uchun o'tmishdan dars chiqarib, bugunda silkinishga, kelajagi va avlodlari uchun chiqish yo'li izlashga undek bo'lishga zarur albatta. Aksicha holda tajovuzchining hokimiyatini davlati deb e'tirof qildigan, u zulm qilmasala bayrog'i ostida xotirjam kun kechirish tamasida uningga bo'lgan samimiyatini astirtdan har turli usullarda ifodalab turishga yaraydigan tutumlarga zo'riqish bugünkidek qatma-qat qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatlarini yo'lga qo'yayotgan tajovuzchilarning tomir so'qishlariga bezlashib berganlik, o'yinga dastlab berganlik bo'ladi. Buzulgan sukutni rayish fuqarolik tutumlariga almashtirishlar bo'lsa, mohiyatda tajovuzchi kuchlarning qirg'inchilik yo'q, chegara taqilish mavjud emas, aloqadan mahrum qo'yish siyosatlarini yurgizmadik deydigan propagandalarni rostga chiqarib berishga xizmat qiladi. Shundaqla bundaq rayish fuqarolik tutumlari zolim tajovuzchilarga qarta men va oilam orasida aloqa ochiqli bo'lsa, bizga chaqilmasanglar zulm va qirg'inchiliklaringlarga qarta ortiq so'zim yo'q ma'nosini bildiradigan ko'z qisish ishoratlarini berishdan boshqa ma'niga jo'ralmaydi. Chunki vaziyat o'ttirda, tutumlarmi o'ttirda. Burhan Muhammadning Mungizi ichiga o'sayotgan mazlumlik nomli maqolasidan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.